o'zi bilsa ham, lekin o'zini qudrati haqida unutib qo'yyapti. Bilasizmi, ayol bu ona, ayol bu dunyo, ayol bu yer, ayol bu koinot, ayol bu ona. Yer yuzini tasavvur qiling. Yer yuzi insonlarga nima beryapti? Butun yer, koinot insonlarga nima beryapti? Oddiy oyog'ingizni ostidagi yerga diqqat bilan qarating. Diqqat qarating, bu yer barcha insonga nima beryapti? U oziqlantiradi. Undan juda ham ko'p foydalanamiz. Uni qazilma boyliklaridan foydalanamizda, uni neftlaridan foydalanamiz, oltin, kumushlaridan-da, yer ostidan qozilgan xazinalardan foydalanamiz, yana yer ustidan foydalanamiz. Unga ekin ekamiz-da, unga daraxt ekamiz va unga ekilgan, u rivojlangan daraxt, u orqali rivojlangan ekinlardan oziqlanamiz-da. Lekin biz nimani unutamiz? Agar biz olma daraxtini yerga suqib qo'ygan bo'lsak, olma daraxti bizga chiroyli mevani bersa, mana shu olma daraxtidan minnatdor bo'lishimiz mumkin. Ko'z yummaylik, juda ham o'zimizni noshukurmiz, minnatdor bo'lmaydigan odam sifatida qaramaylik, lekin o'sha olma daraxtidan minnatdor bo'lamiz shu olmani berganiga. Lekin biz nimani unutib qo'yamiz? Yerni unutib qo'yamiz. O'sha yerga minnatdorlikni unutib qo'yamiz. O'sha yerdan qazilma boyliklarni qazib olishimiz mumkin, lekin biza u yerga shu qazilma boyliklarni bizga bergani uchun minnatdor bo'lishni unutib qo'yamiz. Va yerni bizga beradigan barcha boyliklari, tabiatini yaxshi ko'ramiz, lekin mana shu tabiatdagi barcha narsa bu yerda namoyonligini unutib qo'yamiz va minnatdor bo'lishni unutib qo'yamiz. Xuddi shunday ona yer deymiz, bizni yerimiz ona kabi. Biza ko'p joyda onaga minnatdorlikni, ayolga minnatdorlikni unutib qo'yamiz.